Hammaga assalomu alaykum. Demak, darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz ham aynan o'sha Redux mavzusi. O'tgan darsimizda sizlar bilan biza Reduxda store yaratish bilan tanishgandik. Umuman Redux kutubxonasi bilan tanishdik. Bugungi darsimizda esa aynan biza React Redux kutubxonasi bilan tanishamiz va aynan React loyihamizga Redux kutubxonamizda qo'shishni ko'rib o'tamiz. Xo'p, subscribe metodini demak tanishdik. Har state o'zgarganda ishlaydigan metod. Buni o'rniga biz loggerdan foydalandik. Logger desa, yine Redux Logger degan kutubxona yordamida qo'shib oldik loyihamizda. Bizda ikkita reducer bor, user reducer va product reducer. Mana ko'rishimiz mumkin. Xo'p, endi bugungi darsimizda birinchi navbatda biza React Redux kutubxonasini o'rnatib olishimiz kerak. Bu uchun biza npm install react redux deb yozishimiz kerak. Ya'ni React Redux kutubxonasi. Hop, bu o'rnatilaversin. Bizga men bu dispatchlar hozircha shart emas. Deylik, statelarimni o'zgartiraman. Deylik, mana bu bizda user emas, first name emas, user bo'la qolsin. User degan state bo'lsin. Ya'ni obyekt bo'lsin. Uni ichida men ochaman first name degan metod, ya'ni last name bo'lsin. Age bo'la qolsin, masalan, shunaqa. Hop, mana bu yerda har bitta kutubxonaga o'rnatildi. Har bitta o'sha reducer o'zida state yozishda imkoniyatlari mana shu. Demak, alohida yozib ketaverasizlar. Va bu yerda ham o'sha counter ham tursin, deylik, product name bo'lsin. Hop, qanaqadir fruit bo'lsin. U deylik, product price bo'lsin. Shunaqa. Deylik, bizda numbers degan yoki qanaqadir yana books degan array ham bo'la qolsin. Array ham o'zgartirib ko'ramiz, obyekt ham o'zgartirib ko'ramiz Redux yordamida va hokazo. Demak, oddiy counterni o'zgartiradigan metod yaratamiz, productlarni oddiy stringni o'zgartiradigan metodlar yaratamiz va hokazo. Deylik, bookslardan nimalar bo'ladi? Name bo'ladi. O'tgan kunlar va after bo'ladi albatta. Hop. Yana qanaqa kitoblar bor? Ikki eshik orasi. Hoshimov. Va deylik, 15 yoshli kapitan. Hamma yoshligimizda maza qilib kinosini ko'rgandirmiz, kitobini o'qigandirmiz. Jules Verne. Ingliz tilida biroz xat yozdim, imloviy. Mayli. Xo'p, mana shunaqa, demak, har xil bizda state'larimiz bor. Counter, product name, product price, books degan. Mana bu yerda user reducer'imizda user degan obyektimiz bor. Mana shu ma'lumotlarni, demak, endi biz nima bilan birgalikda ishlashni boshlaymiz. Ya'ni React loyihamizga qo'shishni boshlaymiz. Xo'p, mana bu import fayllarni yuqoriga joylashtirib olaman. Va mana bu reducerlarni ham, demak, yuqoriga olib chiqaman. Mana bu yerda user reducer'im, product reducer'im bor va store mana shu yerda turibdi. O'zi asli Redux uchun biz alohida papka ochib, o'sha reducerlarimizni, store'imizni alohida fayllarga olishimiz kerak. Bu qism bilan keyingi darsda tanishamiz. Hozircha mana shu state'larni, demak, boshqa biz o'zimizni istalgan komponentimizdan foydalanish uchun kerak bo'ladigan, demak, qismlarni ko'rib o'tamiz. Bu uchun bizga import qilishimiz kerak from aynan o'sha React Reduxdan va bu import qilinadigan ma'lumot bu provider hisoblanadi. Va provider ham xuddi o'sha kontekstga o'xshab, o'sha app komponentimizda aynan o'sha provider ichiga o'ra olishimiz kerak.
Nima uchun kerak? Provider metodining ichida o'zini store degan atributi bor va mana shu store degan atributiga biz o'zimizni Redux yordamida yaratgan store'imizni, ya'ni omborimizni berib yuboradigan bo'lsak, bu provider mana shu app'dagi hamma komponentlarga aynan mana shu store'dan foydalanish imkoniyatini beradi. Tushunarli? Xo'p, hammasida demak biz aynan mana shu provider yordamida mana shu store'dagi hamma ma'lumotlarni berib yuborishimiz mumkin va bu store ichida biz bilamiz user reducer ichidagi state'lar va demak product reducer ichidagi barcha state'larni ko'ra olishimiz mumkin. Mana shu yordamda demak endi bir qator ishlatib boshlayveramiz. Mana shu aynan app.js'da deylik bitta komponent yarataman. Mana shu yerda productlar degan products degan komponentdan bo'lsin, products va users degan komponentdan bo'lsin. Users. Hop, usersga ham mana shu yerda va buni navbatma-navbat aynan mana bu yerda chaqiraman. Deylik, productslar va user degan komponentlarim bor. Hop, productdan boshlaymiz va mana shu yerda men endi foydalanishim kerak ekan aynan index.js'dan berib yuborgan store'dagi mana shu ma'lumotlar, product reducer ichidagi mana bu ma'lumotlarni sahifaga birin-ketirgida chiqarishim kerak. Ko'rinishini shakllantirib olaylik. app.js'da konteyner turibdi. Shuning uchun men bu yerda to'g'ridan-to'g'ri class name'iga row, menda bootstrap kutubxonasi o'rnatilgan, ya'ni bootstrap o'rnatishlarini, u bilan qanaqa foydalanishlarini biz bilamiz. Shuning uchun to'g'ridan-to'g'ri yozib ketaveraman. Row ichida deylik div yolik filter, uni ichida deylik div card bo'ladi. Card ichida deylik div card header bo'ladi. Bu yerda h4 da text center. Hop, productimizda nom bo'ladi. Product name 2 nuqta, mana bu yerda nimadir ma'lumot ketadi. Bitta button ham bo'lsin. button secondary deblock va use, bu yerda change product name bo'ladi. Change product name. Va card body'mizda xuddi shunaqa div display flex justify content between align item center va bu yerda endi bizada h4 da mana buni h2 qilaylik. Product price deymiz. 2 nuqta, bu yerda qanaqadir price bo'ladi va xuddi shunaqa bitta button bo'ladi bizda. Faqat bu yerda deblock va use degan va mana bu yerda mt2 ham qo'shib olsak bo'lar ekan. Va bu yerda change product price degan ko'rinish bo'ladi. Natijani qarab olamiz. Mana product name da boyagi yuqorida mana bu yerda yozilgan state'imizdagi productlarni olib kelamiz. Ya'ni mana fruit degan so'z keladi. Hop, mana bu yerda o'sha fruit turadi va product price'imizga mana shu yerda qanaqadir price yoziladi. Ana endi biz demak o'sha state'ni sahifamizga olib kelishimiz kerak. Bu uchun nimalar qilamiz? Xo'p, bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy metodlardan biri demak connect metodi. Connect metodi orqali demak ma'lumotni olib kelishni ko'rib o'tamiz. Xo'p, connect metodi qanaqa ishlaydi? Demak, connectni ham import qilishimiz kerak. Connect, mana yuqorida React Redux kutubxonasida import bo'ladi. Connect. Xo'p. Connect ham bu bitta funksiya va u bizga demak bitta funksiya qaytarib beradi. A degan funksiya. Va aynan mana shu qaytargan qiymatini ichiga komponentimizni berib yuborishimiz kerak va o'sha connectdan qaytgan qiymatni ichiga o'rab komponentimizni eksport qilishimiz kerak. Bunda nima jarayon yuz beradi? Bunda mana shu komponentimizda propslarga connect metodi bir nechta ma'lumotlarni berib yuboradi. Buni biz mana bu yerda to'g'ridan-to'g'ri mana bunaqa tartibda yozib ketsak ham bo'ladi. Ya'ni ortiqcha a degan o'zgaruvchi olib o'tirmasdan mana shu holatda berib yuborsak ham bo'ladi. Odatda mana shunaqa yoziladi. Hop, va yuqorida aytgandek connect metodi ichida ikkita demak asosiy ishlatiladigan ikkita parametri bor. Ya'ni boshqa qiymatlari bor, u faqat ular optional, ularni ishlatmasak ham bo'ladi va ko'p ishlatilayotganlardan biri map state to props va ikkinchisi map dispatch to props hisoblanadi.
map state to props va map dispatch to props. Mana shu ikkita asosiy ishlatilayotgan funksiyalar hisoblanadi. Bular yuqorida aytganimdek oddiy funksiyalar. Function nimadir va yana function nimadir. Va birinchi funksiyamiz bu bizada map state to props, ikkinchi funksiyamiz bu map dispatch to props. Va o'z nomi bilan aytib turibdiki, map state to props ichida bizada state shu connect metodi orqali state'larimiz keladi. Map dispatch to props ichida esa shu dispatchlarimiz keladi. Dispatchlar orqali biz state'larni o'zgartira olamiz. Mana bu yerdagi state'lar orqali. Demak, mana shu provider orqali berib yuborgan store ichidagi state'lardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Va ikkalasi ham bizada shu majburiy return qilib obyekt qaytarib berish kerak. Mana console logga tekshirib ko'rishimiz mumkin. console.logga o'sha endi bu bizada obyekt bo'lgandan keyin mana bu yerda tashqarida yozaylik. console.logga o'sha state'larimizni ko'rishimiz mumkin va xuddi shunaqa biza obyektlarimizni ko'rishimiz, ya'ni dispatchlarimizni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni dispatchda nimalar kelishini. Xo'p, sahifamizga bitta qaraydigan bo'lsak, mana obyekt berib yubordi. 34-qatorda product ichida bu yerda endi bizada product reducer degan. Ya'ni chunki store'imiz ichida ikkita reducer bor. Product reducer va demak user reducer. Product reducer ichida demak o'ziga tegishli bo'lgan state'lar va user reducer ichida ham o'ziga tegishli bo'lgan state'lar bor. Va dispatch bu bizada funksiya va shu uchun ham bizga funksiya qaytarib beradi. Xo'p, menimcha tushunarli. Agar sizda faqat state'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi qiymatni yozish shart emas. Yoki faqat sizda o'sha state'ni o'zini sahifaga chiqarishingiz kerak emas-u, lekin o'shani qanaqadir button bosilganda shu yerda o'sha state'ni o'zgartirishingiz kerak. Bunda mana bu qiymatga shunchaki null berib, ikkinchi qiymatiga demak shu funksiyani yozib ketsanglar bo'ladi. Tushunarli? Mana bu yerda null. Ya'ni mana bu funksiya bizada kerak emas. State'larni sahifaga chiqarmoqchi emasman. Lekin men hozirgi holatda mana bu yerda o'sha state'imning nomini ham chiqarib qo'yishim kerak. Xo'p, bu uchun nima qilaman endi? Endi ko'rdik. Nimadir nom yozamiz. Deylik, o'sha product name. Men ixtiyoriy nom beraman va bu yerda boyagidek ko'rgan bo'lsanglar state desam, menda product reducer va user reducer bor. Menda product reducerning ichidagi state desam umumiy, product reducerning ichidagi product name ni olishim kerak. Product name. Shunda nima jarayon bo'ladi? Mana shu komponentimizda, mana bu yerda shu komponentlarni connectdan mana shu qaytgan qiymatga qo'shib eksport qilib olamiz. Bu nima bajarib beradi bizga? Aynan mana bu return qilingan mana bu state'ni, ya'ni mana bu o'zgaruvchini, bu o'zgaruvchi o'zida product reducer ichidagi product name ni saqlab turibdi. Va mana shu o'zgaruvchini shu komponentlarni propslariga berib qo'shib jo'natib yuboradi. console.logga endi props ko'radigan bo'lsam, props bu yerda emas, mana bu yerda yozamiz albatta. console.logga propsga qaraydigan bo'lsak, ana endi menda nima keladi? Product name degan o'zgaruvchi kelyapti. Xo'p, bo'ldi. Endi mana bu yerda men to'g'ridan to'g'ri nima deb qo'yishim kerak? props. Product name desam bo'ldi. Va endi mana bu yerda ko'rib turganlaringizdek, bizada fruit degan ma'lumotimiz ekranga chiqarligini ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Endi mana shu yordamda biza xuddi mana shunaqa tartibda connect metodidan foydalangan holatda istalgan komponentlardan turib, provider orqali berib yuborilgan storedagi hamma state'larni ushlab olishimiz mumkin. Ya'ni buni ham bir nechta variantlari bor va birinchi ishlatiladigan metodlardan biri aynan mana shu connect metodi orqali biz ham class komponentlarida ham functional komponentlarga nisbatan ishlatsak bo'ladi. Ikkalasida ham ishlayveradi connect metodi. Xo'p, qolgan state'larni xuddi mana shu tartibda birin-ketinlikda demak yozib ishlataverishimiz mumkin. Deylik, mana yana nimalar bor edi? Counter bor, product name, product price bor, books bor. Mana shu hammasini keling product price ham kerak. Mana bu o'zgaruvchi nomi va mana bu qiymat bir xil bo'lishi shart emas. Xohlagancha nom berishingiz mumkin. Men bir xil qilib ketyapman. Va bizda nima bor edi? Counter. Bo'ldi, mana deylik, men o'sha console logga props ko'radigan bo'lsam, demak hamma state'larni nima qilib berish kerak?
books, counter, product name, product price hammasini menga qaytarib beryapti. Mana bu yerdagi sahifa yangilarsam, voy funksiyalar ichida yozgan konsollarim yo'q. Mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, hamma ma'lumotlar bor. Xuddi mana shunaqa pastda endi men product price degan joyda nima yozishim mumkin? props.product price deb yozadigan bo'lsam, endi menga u narxi ham chiqayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, shuni shunaqa holatga yozib qo'yaylik. Price man. Mana bunda ham shunchaki name yozib qo'ysak yetarli. Product name yozsatimiz, name fruit, price shuncha. Endi biza nima qilishimiz kerak? Endigi navbatda button bosilganda bu nomini o'zgartirishimiz kerak. Bosilganda narxini o'zgartirishimiz kerak. Bular oddiy o'zgaruvchilar, ya'ni bu obyekt emas, alohida, demak o'zgartirishimiz mumkin. Hop, o'zgartirishimiz uchun bizga dispatch kerak. Chunki bular uchun bizda hozircha case'lar yo'q va biz shunaqa case'lar yaratib qo'yamizki, hozircha counter uchun ham case yo'q. Har xil case'lar yaratib qo'yamiz va bu case'lar bittasi product name'ni o'zgartiradigan, bittasi product price'ni o'zgartiradigan case bo'ladi. Xo'p, buni qanaqa yaratamiz? Ya'ni map dispatch to props'da biz har xil inline funksiyalardan foydalanishimiz mumkin. Hop, deylik, men yozaman change product name degan funksiya yarataman. 2 nuqta mana shunaqa funksiya yaratib ketaveraman. Mana shunaqa holatda virgul qo'yib deylik, change product price misol uchun. Va hokazo mana shunaqa ko'rinishda. Hozircha mana shu ikkita funksiya yetadi. Hop, bu yerda nimalar kerak bizga? Endi bizga dispatch bor. Mana shu dispatchni ishga tushiramiz. Va endi mana bu konsollarga boyagi yuqoridagi props ko'radigan bo'lsak, state'lar bilan birgalikda endi menda ikkita funksiya ham paydo bo'ladi. Change product name va change product price degan. Ya'ni mana bu yerda yaratgan menda ikkita funksiya ham paydo bo'lib qoladi. Va bu funksiyalar ishlaganda bizda bilamiz state o'zgartirish uchun dispatch degan metod kerak, dispatch degan funksiya kerak. Dispatch o'zida obyekt qabul qilardi va mana shu obyektiga men type bilan, demak, agar kerak bo'lsa payload berib yuborishim kerak. Change name deylik, misol uchun change yoki product name misol uchun va payloadga nimadir ma'lumot berib yuborishni xohlasam, hop, nima deymiz endi uni nomini? Fruit emasda deylik, bitta meva bo'la qolsin, apple bo'la qolsin, mana shunaqa ma'lumot ketadi. Hop, bu demak bizda hozircha shu apple'ni yuqoridan berib yuboramiz. Qanaqadir ko'rinishda, bo'sh string tursin. Hop, product name'ni demak mana shu change, mana bu buttonimizda 10 klikiga, ya'ni name'ni o'zgartiradigan buttonimiz 10 klikiga yozamiz. Chaqiraman uni, albatta props.change product name va mana bu yerda men unga xohlagancha ma'lumot berib yuborishim mumkin. Masalan, apple degan. Mana shu yerdan button bosilganda o'zi bilan birga apple degan, ya'ni mana shu funksiya ishlaydi. Props ichidagi change product name va ichida apple degan ma'lumot olib kelar ekan va bu ma'lumotni mana bu yerda ushlab olishimiz mumkin. Masalan, deylik name degan. Va mana shu yerda uni ushlab olasizlar, ushlab olishimiz mumkin va mana bu yerdan payload sifatida unga berib yuborsanglar bo'ldi. Va dispatch degan funksiya ishlagandan keyin aniqki bizda reducer ishlaydi. Reducer degan funksiyamiz mana shu product reducer'im ishlaydi. Mana bu yerda men shunaqa case yozishim kerak. Va bu case'im nima bo'ladi? Change product name. Men shu case bo'lganda return qilishim kerak. Albatta boshqa state'lar o'zgarmasligi kerak hamda menda product name'im nimaga o'zgarishi kerak? action.payloadga. action.payloadda men mana shu name'ni olib kelyapman. Name'ni mana bu funksiyada ushlab olamiz va bu funksiyadan unga mana bu yerdan apple degan ma'lumot berib yuboramiz. Va endigi holatda change fruitni bosadigan bo'lsam, name'i mana e'tibor bersanglar, fruitdan nimaga o'zgarib qolyapti? Apple ga o'zgarib qolyapti. Xuddi shunaqa yana bitta case bo'ladi menda. Faqat bunisi name emas, nima bo'ladi? Price dedim. Ya'ni bosh harflar bilan yozish majburiyati yo'q. Kichkina harflar bilan yozsanglar ham bo'ladi, lekin reducerlaringizda bunaqa case'lar ko'p bo'ladigan bo'lsa, nomlariga, ya'ni case nima bu shartlarga e'tiborliroq bo'lasizlar. Endi mana bu product price ga ham o'sha action.payloaddan nimadir ma'lumot berib borishimiz kerak.
Hop, bu yerda ham xuddi shunaqa dispatch ishlaydi. Dispatch aynan o'sha reducer metodini ishga tushiradi. Bu ichidagi actionlarni bu yerda biza change product price degan demak type berib yuboramiz va mana bu joyda deylik price berib yuboraylik. Va buni mana bu yerdan kutib olamiz. Va uni esa mana bu funksiya chaqirilgan joyda ma'lumotimizga berib yuboramiz. Buttonimizni on klikiga, ya'ni funksiyamizga berib yuboramiz. Mana bu yerda yozadigan bo'lsak, faqat oldindan nima yozib qo'yamiz? Props. Chunki propslar komponent ham propslarga qo'shiladi va bu yerda unga men yangi narx berib yuborishim kerak. Hop, deylik. Mana shunaqa holatda. Apple va narxini ko'radigan bo'lsak, ma'lumotimiz mana shunaqa holatda o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Hop, biz nima qildik bugungi darsimizda? Ya'ni bugungi darsimizda biz React Redux kutubxonasini o'rnatdik. React Redux kutubxonasi yordamida uni provider metodi orqali biz shu store'imizdagi hamma ma'lumotlarni istalgan komponentimizda ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik. Va shu providerda store degan atributiga store berib yuborish orqali biz xohlagan komponentimizdan turib o'sha storedagi barcha ma'lumotlarni demak qabul qilib olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Va product va users degan ikkita komponent yaratdim va product degan komponentimga o'sha product reducerni ichidagi product name va o'sha product price degan demak va boshqa demak state'larni ham men har xil o'zgaruvchilarga qabul qilib oldim. Bu yerda men connect metodidan foydalandim. Connect metodining ichida ikkita funksiya bo'lar ekan, map state to props va map dispatch to props. Map state to props ichida demak bu oddiy funksiya va uni ichida biz state'larni ushlab olishimiz kerak ekan va bu yodimizda tursin obyekt return qilar ekan. Bu yerda state'larni ushlab olar ekanmiz va har xil o'zgaruvchilarga mana shunaqa tartibda state'larni ushlab olishimiz mumkin ekan. Va connect metodini vazifasi ham o'sha state va dispatchlardan foydalanish imkoniyatini beradi va aynan uni eksport qilganligimiz hisobiga shu komponentlarni propslariga demak state'lar va dispatchlarni funksiyalarni berib yuborar ekan. Va hamma state'larni ushlab oldik va map dispatch to props esa aynan dispatchdan foydalanish imkoniyatini berar ekan va u ham return qilib obyekt qaytarar ekan. Bu obyekt esa biza bir nechta o'sha funksiyalarimizni berib yuborishimiz mumkin ekan. Ya'ni o'sha qanaqa funksiyaki state o'zgartiradigan funksiya. Uning ichida esa dispatchlarni chaqirib bemalol mana shunaqa holatda ishlashimiz mumkin. Xo'p, menimcha darsimiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Videoni qayta-qayta o'sha to o'zingizlar mustaqil o'rganib olmaganlarcha qayta-qayta ko'ringlar. O'rganishga birmuncha qiyinroq, lekin o'sha yaxshilab tushunib ko'rishga harakat qilsanglar, bittada o'rganib olasizlar. Bugungi darsimizni mana shu yerda tugatamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.